Mana ulimda ham o'z sevgan o'rdaklarga uylab qo'ydim. Endi hatto o'zini aravasini o'zi tortar, so'tak. Dada, keliningizni qulpni yegiz kelyapti ekan. Shunga 100 ming so'm bering. Uyda yegani kasbga yo'g'i kelinim qulupniki ekan, ulim. Qulupni yegincha muni yesin. Dada, muni yesin, bana olib kirib ber. Rahmat. Jonim, men ham o'zgardim, lekin o'zgarsaga ketmadim. Bilaman jonim, men ham kutdim-ku. Ye, astag'firulloh. Dada, Ha, ulim. kelisiga shampun olib keling. Shampun uyda bor, ulim. Voy, kelin sochi yoqmayapti ekan, dada. Burningga kalla qo'yganimda bir-biringga bir umr yaqmay o'tib ketasan. Yo'qol oqibatlar ko'zimga ko'rinma. Xo'p. Nima deb aytyapti oxirgi paytlar ulim? Ye! Men senlarda boshingga shampun qidirib yuribman, yoqami yoqmaymi deb. Senlar bayda laycha-laychami? Hozir ikkoving ham laycha qilaman, xo'pmi? Uf, yana shu sassiq cholmi? To'ydan keyin ko'ting deb foraman deb aytdingiz-ku, teping. Nima? Nima deyapsan, so'tak? Otani ko'tiga tepsang, enangni yerini puliga yashaysanlarmi? Men senlarga bozor kelinimni chatiga yoqmaydi deb shampun qidirib yuribman. Bugun o'ylab qo'yishga qudratim yetadi, tushundingmi? U ham o'rdaklar, bu ham o'rdaklar. Faqat buni joni yo'q xolos eplasang bo'ladi. Tep! Otani tep! Ota hozir tepmagan.